Ayollarimiz palon joyga ketyapmiz, ha, men pulni ol, 70 ming borib kelmas. To'xta, qayerga ketyapsiz? Palon mozorga o'tiring. Xotinjon aka, mozor nima degani o'zi? Sizga savol. Mana tualet nimaligini bilaman, hammom nimaligini bilaman, oshxona nimaligini bilaman, yotoqxona nimaligini bilaman, sportzal nimaligini bilaman. Sizga savol, ketyapsizmi? Ha, mozor nima degani o'zi? Nima qilasizlar hatta? Ha, chalpay yeb kelamiz. Chalpayni borib o restoranda yeysiz. Yana nima qilmoqchisiz? Qur'on o'qiyman. Qur'on o'qilmaydi. Qur'on o'qiladi. Qur'onni shetda o'qib qo'ying. Xudo hamma yo'lda eshitadi, ko'radi, biladi. Nima qilasiz hatta? Shu sizga aytdim. Shu 3 yil bo'ldi, qizingiz farzand ko'rmay. Nima qilasiz? Mana nafas borishi bolajonimizga qaranglar. Qatdan vat nafasi. Mana apparat ularga tomog'iga nafas yetishiga. Mana tomog'iga apparat ularga mana shu shnankada. Borib o'shga borib duo qilaman. Siz mozordan so'raysizmi, Xudodan so'raysizmi? Ha, Xudodan so'rang. Xudo chetda ham eshitib turadi. Qo'lingizni oching. Xudo mehribonsan, bolamga bola ber, biz ham nabira ko'ray. Allohga bering 70 mingni uzr sizga. Mumkin emas ekan. Deyish kerakmi axir? Qayerga ketyapsan? Ha, Buxoroga ketyapmiz. Birorta ayolning mahrami yo'q. 700 kilometr joy. Turizmni rivojlantiraylik, boraylik. O'g'li borsin, eri borsin, akasi borsin, ukasi borsin, yo jiyani borsin. Siz 8 ta xotin ziyoratga ketyapti. Birorta eri yo'q. Haj masalasida mahram bo'lsin deydi-yu. Hamma narsaning odobi bormi? Tartibi bormi? Ziyorat degan narsa, mozor degan narsa dinga tegishlikmi? Ana endi buni so'rab odobiga to'g'ri kelsa qilinadi. Ha desa, biz ketdik, biz viloyatimizdagi gap bu. Boshqa viloyatdagilar qayerda bor ekan bu demay, sizlarda yo'q bu. Bizda bor baraka mozor. Ketdik o'shga. Hozir qo'roj quydirib, pul chuydirib keladi. Baraka bo'lamish. Baraka mozorda bo'lmaydi, baraka halollikda bo'ladi. Baraka to'g'rilikda bo'ladi. Tizzadan tepada bir qarish tepada yubkani kiyib olib, siz bu baraka pulni kashliklarga solib yurar ekanlar. Bir tillik baraka bo'lmaydi. O'sha chuydirgan pulingizga material olib yubkangizni uzaytirsangiz, ana barakot bo'ladi. Ana shunda chiroyli bo'ladi. Shunda Xudo rozi bo'ladi. Biz musulmonmiz biz. Ba'zi bir paytlarda ba'zi bir amallar qilinmaydi. Bu amallar nima? To'g'ri aytish mumkin. Roza ba'zi bir paytdagi, to'g'ri Ramazon oyining rozasi o'sha maxsus oyda, haj maxsus oyda. Men deyotganim duo qilish, Xudoga iltijo qilish, Xudodan nimanidir so'rashliklar maxsus joylarga xoslanmagan bizga. Maxsus paytlarga xoslanmagan bizda.